Tövəndə də ixtanlarga iqtisadşünas Daron Acamoğlu bilan James Robinsonning Dövlətlə, yəni millətlə nimish qalaq boludu namlıq kitabıdan həplik tərcümə. 3. bab. Gülünüşni qo'lga keltirish va nomratlikqa cho'kish. 1. paragraf. 38. parallelning iqtisodi. İkinci Dünya urushi oxirlashaydigan 1945-yili yozda Yaponiyaning Koreyadagi mustamlika hokimiyati halokatga yuz tutdi. 15 avgustda Yaponiya shartsiz taslim bo'lib, bir oyning ichida Koreya 38 parallelni hosil qilib, o'xshamagan ta'sir kuchiga ega ikki rayonga bo'lindi. Janub Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan idora qilindi. Shimol Ruslarning qo'yniga tushdi. 1950-yil iyunda Koreya armiyasining janubga tajovuz qilishi bilan Soğuq urush davridagi rohatsiz tinchlik buzildi. Garchi tajovuzli urushning eng dastlabida Shimoliy Koreya janubning territoriyasiga ichkirilab kirib, uning poytaxti Seulni ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, vaqt ko'z pastiga almashganda Shimoliy Koreyaning armiyasi to'liq chekinishga boshladi. Dal shu vaqtda Hwang Pyongyang va uning aksi bir-biridan ayirib o'tildi. Hwang Pyongyang bir amallarni qilib Shimoliy Koreya armiyasiga askarlik tutilib qilishdan aman qoldi. U Janubiy Koreyada do'rigal bo'lib yashab keldi. Ayni chog'da Seulda doktor bo'lib, Janubiy Koreya armiyasining yordamlarini davolayotgan uning aksi Shimoliy Koreya armiyasiga asirga ilinib, Shimolning armiyasi chekinganda ular bilan birga Shimoliy Koreyaga elib ketildi. İkki hukumatning cheklik doirada oila a'zolarining jam bo'lish programmasini yo'l qo'yish natijasida 1950-yili bir-biridan ayirib o'tilgan Akukolar ardın yarim asr o'tgandan keyin 2000-yili tunji qitim Seulda qayta yuz ko'rishdi. Hwang Pyongyangning aksi shimoldagi harbiy diktatura hokimiyati yaxshi hisoblangan havo armiyasida doktor bo'lib xizmat qilgan. Shimoliy Koreyada hatto imtiyozi bor kishilarni uncha yaxshi ko'rolmaydi. Akukolar uchrashganda Hwang Pyongyang aksidan 38 parallelning shimoldagi hayotning qandayligini so'ragan. Uning mashinasi bor bo'lib, aksidan yo'q edi. Telefoningga bordi deb so'raydi u aksidan. Yo'q. Tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan qizimning telefoni bor, lekin sen shifrni bilmasang, uni baribir ishlatolmaysan deb javob berdi uning aksi. Hwang Pyongyang Shimoliy Koreyadan kelgan hamma kishining digidak janubdagi tuqqanlardan pul so'rashganlarini ko'rib, aksiga biroz pul bermoqchi bo'ladi. Biroq uning aksi biz qaytib borganda hukumat baribir u pulni bizdan ilib oladi. Shunga menga bermoqchi bo'lgan puling o'zingda qolsin deb javob berdi. Hwang Pyongyang aksining kiyib olgan paltosining ko'nrab ketganini ko'rib, bu paltoni selvetib bu yerga qo'yib qo'y, qaytganda ma'o yangisini kiyib ket deganida, uning aksi unda qila olmayman deb javob berdi va uchisidagi paltoni bu yerga kiyib kelish uchun hukumatdan oriyat elib turganini imo qildi. Hwang Pyongyang yana aksi bilan ayrilish oldida xo'shlashganida aksining intayin rohatsiz bo'lganligi va xuddi uni birisi tingshayotgandek jiddilashib turganligini eslaydi. Hwang Pyongyangning aksi uning tasavvur qilg'indimi bak nomrat bo'lib, garchi u inisiga o'zining turmushining yaxshi ekanligini aytgan bo'lsa-mu, ammo uning oridak o'riqligi uning hayotining g'urbatchilikda ekanligini bildiradi. Janubiy Koreya xalqining turmush saviyasi Portugaliya va Ispaniya xalqining turmush saviyasiga yetishib qoldi. Uning shimolidagi atalmış demokratik Shimoliy Koreya Cumhuriyatida, ya'ni Shimoliy Koreyadagi xalqning turmush saviyasi Tovangi Sahara qit'asidagi davlat xalqlarining turmush saviyasi bilan o'xshash bo'lib,
Janubiy Koreya xalqining o'tirish turmush saviyasining 10dan 1ga aran teng keladi. Shimoliy Koreyaliklarning salomatligi texman nachar holatda bo'lib, ularning o'tirish umri 38-parallelning janubidagi tuqqanlarning umridan 10 yil qisqa. Bu babdagi 7-xarita ikki Koreyaning o'tirisidagi iqtisodiy farqning cho'ngligini g'oyat ro'shan selishtirma qilib ko'rsatib berdi. O sun'iy hamroh orqali kechidagi chiroq yo'rig'ining zishligini ko'rsatgan bo'lib, Shimoliy Koreyada tok kamchil bo'lganlikdan kecha asosan qorong'ulik cho'ksa, Janubiy Koreyaning kechasi chiroq yo'rig'ida parlab turdi. Bu ro'shan farq o'tmish emas. Amaliyotda 2-Dunyo urushi oxirlashidan burun bu farq mavjud emas edi, lekin 1945-yildan keyin Shimol va Janubdagi o'xshamagan hokimiyatlar o'zlarining iqtisodini o'xshamagan shaklda tashkillashdi. Janubiy Koreyaning iqtisodiy va siyosiy muassasalarining shakllanishiga Amerika hukumatining kuchli qo'llashiga erishgan Harvard va Princeton universitetlarida tarbiya ko'rgan kommunizmga qat'iy qarshi bo'lgan Sigmund Rey yetakchilik qilgan bo'lib, u 1948-yili prezidentlikka saylandi. U chaq Koreya urushi elib berilayotgan kommunizmning 38-parallelining janubiga kengayish tahdidiga qarshi vaziyat shakllanganligi uchun Janubiy Koreya demokratik emas edi. Reyga o'xshashlar uning o'rnini bosgan general Park Chung-hemi mashhur bo'lib, u ikkisi Koreya tarixida hokim mutlaq prezidentlar qatoridan sanaladi. Lekin ularning har ikkisi xususiy mulk e'tirof qilingan bozor egligiga yo'l qo'ygan bo'lib, 1961-yildan keyin Park hukumati iqtisodning tez suratda ishishini unumli qo'llab, yaxshi minayotgan shirkatlarga kredit va to'liqlama berdi. Ammo 38-parallelning shimolidagi ahvol boshqacha edi. Yaponga qarshi urush mazgilidagi kommunist partizanlarning rahbari Kim Il Sung 1947-yilda Sovet ittifoqining yordami bilan o'zining diktator hokimiyatini qurib chiqqan bo'lib, u atalmish o'z-o'ziga tayinlagan tuzum, ya'ni Juche tuzumining bir qismi bo'lgan markaz yetakchiligidagi dogmatik planliq ilikni yo'l qo'ydi. Bu tuzumda xususiy mulk qonunsiz qilindi, bozorlar cheklandi. Erkinlik bozorda cheklanib qolmasdan yana Shimoliy Koreyaliklarning hayotining hamma sohasida cheklandi. Ha, to'g'ri. Kim Il Sungning atrofidagi asonlik hokimiyat beshidagi kishilar va keyinchi uning o'g'li va varischisi Kim Jong Il bu cheklamadan mustasno edi. Shunday bo'lganlikdan Shimoliy va Janubiy Koreyadagi iqtisodiy ahvolning zo'r darajada farq qilishi bizni hayron qoldirmaydi, albatta. Kim Il Sungning planliq egiligi va Juche tuzumi uzunga qolmayla Shimoliy Koreyaga falokat elib keldi. Shimoliy Koreya maxfiy, ya'ni yepiq davlat bo'lgani uchun tafsiliy statistikalik ma'lumotga erishib bo'lmaydi. Shimoliy Koreyada sanoat ishlab chiqarishi rivojlanmaslikning ustiga, uning yezigilik ishlab chiqarishmi gumron bo'lishni boshdan kechirdi. Xususiy mulkning bo'lmasligi kishilarni mablag' solishdan, tirishib ishlab xizmat unumdorligini oshirishdan to'sdi. Erkinlikni bo'g'digan zolim hokimiyat yangilik yaratishga va yangi texnikalarni qo'llanishga dushmandir. Shunga Kim Il Sung, Kim Jong Il va ularning gumohchilari mavjud tuzumni isloh qilish yoki xususiy mulk, bozor, xususiy to'xtamlarning bo'lishiga yo'l qo'yish yoki mavjud iqtisodiy va siyosiy muassasalarni o'zgartirish niyatida bo'lgan emas. Shuning bilan Shimoliy Koreyaning iqtisodiy davomli bir izda to'xtab, qilch yaxshilanish bo'lmadi. Shu mezgillarda Janubiy Koreyaning iqtisodiy muassasalari kishilarni, shirkatlarni mablag' solish va tijoratga rag'batlantirgan bo'lib, siyosiy yo'llar ma'rifga bo'lgan selimini oshirish orqali aholining savodli bo'lish va maktab yuzi ko'rish nisbatini yuqori ko'targan. Janubiy Koreyaning shirkatlari nisbatan yaxshi ma'rif tarbiyasi ko'rgan aholining sufitidan hukumatning mablag' solish va sanoatlashish ham eksport ham texnikani o'tkazib berishga yo'l qo'yishdagi rag'batlantirish siyosatlaridan ayt apchilik bilan foydalanishni bilishdi. Natijada Janubiy Koreya tezla Sharqiy Osiyodagi mo'jizalik iqtisodlarning biriga aylanib, dunyodagi iqtisodi eng tez gullangan davlatlarning biri bo'lib qoldi.
1990-yillarning oxiriga kelganda, ya'ni yarim asrdan keyin Janubiy Koreyaning iqtisodiy eshib, Shimoliy Koreyaning iqtisodi bir izda turib qilib, bir chaqda butun, ammo keyin ikkiga bo'linib ketgan bu ikki davlatning o'rtasidagi farqni bir-biridan 10 hassa cho'ngaytib o'tdi. Endi ish mushundaqli davomlashsa, bir necha asr vaqtning bu yerlarga yana qanday o'zgarish elib keldigini tasavvur qilib beqing. Necha million odamning ocharchilikdan o'lishini keltirib chiqargan Shimoliy Koreyaning iqtisodiy falokatini Janubiy Koreyaning iqtisodiy muvaffaqiyatiga solishtirma qilganda ko'riladigan farq kishining aqlini lol qiladi. Demak, bu yerda na madaniyat omili, na jo'g'rofiya omili, na bilmaslik omilining hech qaysisi Shimoliy Koreyaning namoratlik cho'kishi va Janubiy Koreyaning gullanishini qo'lga keltirishini tushuntirib bera olmaydi. Shunday ekan, biz buning javobini muassasalardan izlashga majburmiz.